Mana qaranglar. Bu pula bo'lgan o'zi, mana qarang. Haqiqiy hisori 50 dedi, mana shunday baho qo'ysa bo'laver ekan. Mana qarang. Tonini ko'ryapsizlarmi? Yaltillab tushib ketyapti o'zi. Mana qarang. Gap yo'q olmaydi. Agar bunchalik qilib yetishtirishni juda oson bas. Shunchalik qilib yetishtirgan odamga ham rahmatni o'tib ketamiz kommentariyada. Agar mana shunchalik qo'yib topib kelgan o'sha akalarimizga ham rahmatni bittadan like bosib qo'yamiz. Xullas elbe buni men Dumbalarni ko'ryapsizlar? Razrezlarni aka. Hammasi akalar mana yorma. Buni qo'chqorlar akalar haqiqatdan anchadan beri o'zi pulli hisobidan video chiqqan yo YouTube'ga buni. Buni Arashan deb chiqarishyapti. Bunaqalarda? Ha. Bu Arashan mashq hisorilardan paydo bo'lgan. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borar aka ukalar YouTube ishqibozlari va chorva ishqibozlariga hurmatli obunachilar, bugun hafta kuni yakshanba 29-mart 2025-yil biz Farg'ona viloyati Toshkent tumani Deu tekstilni oldidan sizlarga akalar syomka chiqaryapmiz akalar. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirib turasizlar. Hurmatli obunachilar, chiroyli qilib syomka qilib berishga harakat qilamiz akalar. Havas qilganlar, niyat qilganlar bo'lsa akalar bir donadan kommentariya yozib, videodan albatta like bosib, obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Charchamay kevollarim, tushunmisizlar? Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rasizlar. Qanaqalari keldi bugun videomizga? Sora elbe bari. Barisi hisora hammasi. Ikkita mashinada kelyapti. Ikkinchi mashina kechroq keladi elbe. Ikkinchi mashina kechroq keladi. Bularni endi video qilaveramiz. Ikki mashina qo'yib kelibdi akalar. Hozir bu birinchi mashinasi ekan. Ikkinchi mashinasi endi keladi. Bu birinchi mashinasi ekan. Ikkinchi mashinasi kech keladi. Buni soni 70 boshqa. Akalar boshqalar nima deyapti? Ko'ryapsizlar, qarang, shilqi bo'lib ketgan elbe 2 kundan. Akalar nima mana urinib ketadi juni deymiz akalar mana. Pastni ko'ryapsizlar mana. Chilta bo'lib keladi akalar bu. Mana bu. Endi tozalari degan. Tozalari kelgan ekan kelaverar ekansizlar akalar. Biladan akalar har katta mana. Like bosib berasiz. Haqiqiy elitadi mana shular. Bu kallarni yaqindan qo'yadi. Kallani ko'ringlar mana. Bu sifatini qarang o'ylar. Qarang, bo'yni qulagan, dumbasi qulagan hammasini. Ular dunyo olishmaydi. Mana optoyisi ko'rdim. Kallani ko'ringlar. Bo'yinga ahamiyat beringlar, dumbalarga ahamiyat beringlar. Hammasini, hozir hammasini tushirib birgalikda ko'rsatamiz aka. Hammasini. Bir bitta qilib ko'rsatamiz. Mana qaranglar aka. Mana bu chiqollar aka. Sizlarga anchadan beri bunaqalari ham elbek syomka qilganingiz yo'q degan akalarga mana assobiy zakazno video bo'lyapti. Kelaverasizlar, narxlarni ham yo'lida qilib berishadi. Soni bu partiyamizning soni 70 bosh ekan. Narigi mashinamizda ham yana bir sheriklari bor ekan, yana boshqa qo'ylari ham bor ekan. Ko'pchilik akalarimiz ham bundan bag'i bir 2 oylardan keyin, 2 oy, 2,5 oydan keyin nasl sezondan boshlanib, naslga qo'y izlaganlar bo'lsa, hozir olib qo'yinglar akalar. Hozir narxi yo'lida bo'ladi. 2 oydan keyin agar hozir va sotishayotgan narxini 2 million, 3 million qimmatiga ham topa olmaysizlar. Tushirib salomsiz. Mana ko'rsatgan qo'ylar endi mana qanaqa holatda kelyapti qo'y. Ko'rasizlar? Urinib ketyapti. Bugun mehnat qilmasa bunchalik bo'lmaydi qo'ylar. Loy ketgan akalar. Ko'ryapsizmi? O'shuncha akalar charchovi chiqsin deymiz akalar. Ikki yo'l yurib kelyapti mana. Bu qo'ylar atda ikkita ko'rinadi. Mashhur o'zi. Bitta. Yurib ketgan. Mana qo'ylar qarang. qarang, oldin qaranglar. Mana. Patak bo'lib akalar juni to'kilib ketyapti degan qaranglar. Mana Tojikiston Reyardan kelyapti mana qo'ylar yonidan ko'rsating. mana qaranglar. Bu pula bo'lgan o'zi, mana qarang. Haqiqiy hisori 50 dedi, mana shunday baho qo'ysa bo'laver ekan. Mana qarang. Tonini ko'ryapsizlarmi? Yaltillab tushib ketyapti o'zi. Mana qarang. Gap yo'q olmaydi. Agar bunchalik qilib yetishtirishni juda oson bas. Shunchalik qilib yetishtirgan odamga ham rahmatni o'tib ketamiz kommentariyada akalar. Mana shunchalik qo'yib topib kelgan o'sha akalarimizga ham rahmatni bittadan like bosib qo'yamiz. Xullas elbe buni men maqtaganimiz bilan qo'yga ahli etmagan odamga bir tiyinga qimmat. To'g'ri. O'zi videoda o'zi
Ko'rib olaveradi endi. Qo'ydi ahli aytgan haqiqatda o'zi bu Maqtamasangiz videoda ham shundan o'zi bilib bilan. bo'ldi qanaqaligini. Shundan bilib bo'ldi aka. Birinchi etajimizda akalar bu 35 tasi ketishigi. Shuni oling sana. 20 yil oldin kelardi bunaqalar, Elbek. Bunaqalar, ha? Bu- Biz anchadan beri bunaqalarni ziyomga yo'qganimiz yo'q. 5-6 yil ichida kelgani yo'q. Shu bunaqa och qoldi mana. Birazdan qo'l yo'z to'kib bo'lgan juni. Haqiqiy o'zi tulaydi deymiz, haqiqiy o'shanaqasi mana mana shularda haqiqiy o'zi tulaydi desa bo'laveradi. Simjun, tikon. Juniga umuman tegmaysizlar, qaychi tegizmaysizlar. Tish ham buzmabdi. Yo'q mana 4000-5000 dollarlik qo'chqorlar. Kelajakda. Kelajakda. Narxini optimalist yo'lida qilib berasiz, narxini nima? Narxi ham qo'yiga qarab. Narxi ham qo'yga qarab. Narxi ham qo'yiga qarab. Xohlasa aka narxini yo'lda qilib berishadi. Masalan, qo'ydi holatiga qarab kesalang, qo'yinglar qo'ylar. Bizda gap yo'q. Degani bir xilgalar O'ta o'xshab kuchli. necha ming dollar demaymiz. Dollarga emasda, Ha. so'mga, to'g'rimi? So'mga pishib yo'lda qilib bizga mana qarang-da uka. Bu dahshat bo'lgan daftarda ham 100 ming 200 ming foyda qiladi. 100 ming 200 ming Ha, foyda qiladi. sizga 1000 maqtaganim bilan 1-200 mingdan foydasiga sotamiz. Yana 70 tasi keladi mana. Uni ham video qilib chiqaramiz. Kechga keladi va Kechga keladi. kechga keladi kelar. Ertalabki uni videosini qo'yasiz. Ertaga kuni Buni videosi qo'yadi. kichikroqlar. Buni kichikroqlar. Buni kichikroqlar. Bu kattalar. 70 ta akalar bu kattalariga, buni kichikroqlari keyingi mashinamizda keladi. Hurmatli obunachilar, mana qo'ylarimiz hammasini tushirib bo'ldi. Endi bitta ahamiyat beraverasiz aka. Mana dumbalariga, Kallalariga razrezlariga, berib qo'yasiz. kallalariga, garbonoslariga, hamma yo'qlariga akalar mana bitta ko'rsatib o'tib ketamiz mana. Buni qarang, kalla. O'yla. Mana kallalar. Bo'yinni ko'ryapsizlarmi? Kallasini Ko'bra. sotamiz, kallasini pulga. Uka, bag'ini bas. Ko'bra ekan akalar. Haqiqiy mana. Dumbalarni ko'ryapsizlarmi? Razrezlarni aka. Hammasi akalar mana yormadan. Bunaqa qo'chqorlar akalar haqiqatdan anchadan beri o'zi yillik hisobidan video chiqqan yo YouTube'ga Buni bunaqa. arashan deb chiqarishyapti. Bunaqalarda? Ha. Bu arashan mashqsorilardan paydo bo'lgan. Mashq hisobidan. Lipoydan so'rab olishaveradi. Boshidan, haqiqatda endi birinchi bo'lib akalar hisori qo'y chiqqan. Akalar hisori qo'ydan sekin-sekin bo'lib arashanlar paydo bo'lgan. Endi go'sht yo'nalishida boqsam, misol zotga ko'pchilikda masalan hisori akalar baribir nomera deyman. Buni qarang. Bu o'zini qarang. Bu qo'ylar atdi usha bo'lmayapti o'zi. Bu sipatdi. Sifatga bitta ahamiyat beringlar. Endi qo'ydi chempionini zo'rini boqaman deganlar kelaverarganda, to'g'rimi? Ha shu. Beramiz Elbek hammaga. Kelishtirib. Yana kelaveradigansizlar berishadi. Yo'lda qilib, narxini ham yo'lda qilib berishadi akalar. Nima haydaylikda? Buni soni 70 ta ekan. Misol optimal eling akalarimizdan telefon qilaveringlar, o'zi terilgan ekan hammasi. 10 tacha bor ekan. Elbek sariqlardan qarang. Biri-biridan go'zalaganda. Sariqlar. 10 tacha mana shunaqa sariqidan bor. Pachka. Pachka ekan. Tursin. Qo'yni baqa haydi. Nima qiladi ekan? Sifatni qaranglar haqiqatdan. Dumbasi hammasiniki tulabdi. Bo'ynidan hammasi tulab bo'libdi akalar. Pashti 30-40% tulab bo'libdi akalar. Juniga tegmaysizlar, o'zi tulab tushib ketadi. Mashina kichik. Eng kichigi shu, ha? Tashla. Eng kichigi ekan. Buni tonini qarang. Toni zo'r ekan. Kallamni yaqinroq olaylik. Svetiga bog'laylik. Bo'ldi, kiraversa olmasa ichkariga. Ichkarida ham bitta ko'rsatib qo'yamiz.